Hammaga assalomu alaykum. Hop. Ana vijdonsiz sizlarda ham jonlaringga tegdimi? Qayerdan bo'lsa chiqaverib, ko'rdinglar-a? O'zi ham relsda o'tkizsangiz ashqiz chiqyapti. O'tkizsangiz TikTokda ham, Instagramda ham, YouTube'da ham, Telegramda ham, xullas qaysi kanalda olsangiz, bir tanishlarim narsa jo'natgan bo'ladi, bir kirsam ashqiz bo'ladi. Vijdonsizlarcha, xo'p, hammani aldading. Nima qilasan? Mashina olganingni maqtanib chiqib, uttalik nima deydi, odamning ustidan kulganga o'xshaydi. Ko'rdinglar mana, lekin ular yaxshi qildi sudga berib ko'rgan bo'lsanglar, men natijasini kutyapman. Ko'ramiz xudo xolasa natijasini. Qolgan anaqa kommentariya bilan to'ldirasizlar qolganlarni. Yozib qo'yaman, ko'rasizlar. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. 19 yoshligigina emas, 20. Men onam bilan yashaydigan uyim yonib ketdi. Iltimos yordam qilinglar. Eshitdinglar. Mashinani men o'zim olganim yo'q. Qaysi pulimga olaman men mashinani? Mashinani xalq puliga olasiz-da, kimni puliga olardingiz? Xalqimiz meni yomon ko'rmanglar. Sizni sevadi xalq, yomon ko'rmang, sevadi. Evladingiz, yomon evlab tashladingiz, bor-ku. Blogerlar Do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarni portlatayotgan mana bu videoga nisbatan o'zimning munosabatimni bildirmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqib olib, aslida mavjud bo'lmagan voqea va hodisalar, xususan yo'q uyning yonib ketganligi, yuz bermagan avtoavariyalar yoki mavjud bo'lmagan bedavo yonib ketdi. So'rayapman. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa, tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Qo'limani O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Azanvar Tashqulov nomiga ariza tayyorladi. Yonib ketdi. Stop! Bu gapirishingiz matizga ham tortmayapti. Qarang, dard qo'shing, alam qo'shing. Assalomu alaykum. Kecha meni pampersim yonib ketdi. Iltimos yangisi uchun ehson qilinglar. A few moments later. 2 yoshimda o'zimning pulimga 3 ta qop-qora Men hali hammasini qo'yganim yo'q. Hammasini qo'ysam zerikib ketasizlar, to'g'risi. Yoki serial qilib qo'yish kerak. Nima deydi? O'shinda serialdan ham ko'p bo'lib ketadi, unda zerikib qolasizlar.